Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, qadrdonlar. Xudo xolasa, navbatdagi darvozamizni o'z manziliga olib kelib, dastavka uстановка qilib berdi yurtdoshlar. Xudo xolasa, internet shu portlab turgan darvozadan buyurtma olib, dastavka uстановка qilib berdi. Yaqinroq olib kelasiz, qisqacha tanishtirib qo'yaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar yurtdoshlar. Tagiga 12 ga, ikki yona hamda tagi qismiga 12 ga 8 rossiyskiy shviller qilib berdik. Tepasi 12 ga 8 brus bo'lgan, xudo xolasa. Ko'rishlar mumkin. Darvozamiz ideal holatda chiqdi. O'sha Instagramdan olib egalari bizga tashlab berdilar. Shundan buyurtma olib qilib berdi yurtdoshlar. Xudo xolasa o'sha internet shu portlatib turgan darvozaga birga bir qilib 100 ga 100 qilib berdi. Tekisga ishlab qilib berganmiz yurtdoshlar. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, buyurtma qilaverasizlar. Ekran pastida raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Xudo xolasa darvozamiz matviy holatda bo'ldi. Listlari ham 1.8 listdan 2 qavatli variantda bo'lgan. Shuni izolyatsiyali darvoza. Ko'rishlar mumkin. Ruchkalarga ham alohida ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa bu ruchkalarni ham zo'r qilib o'ziga moslab qilib berganmiz. Darvozamizning razmeri 3.34 ga 3.34 razmerda, yeni bo'yi bir xil bo'lgan yurtdoshlar. Zamoga ham to'xtalamiz. Zamogini ham qaytishli formadagi originalniy zamoydan qo'yib berganmiz. Ishlashlari juda joyida, yengil. Darvozamiz xudo xolasa vazmin, mo'shli holatda chiqdi. Egalariga buyurib nasib qilsa, yaxshilik kunlarga xizmat qilsin. Umidjon aka, O'tkirbek aka, uzr. Keling aka. Yurtdoshlarga bir ikki og'iz bir tavsiyangiz berib o'tasizda, bir muddati nima bo'ldi, darvozamizni o'zi yasalish jarayonidan ko'rdingiz o'zingiz. Ham yaxshi bo'lishi mumkin emas. Aytgan vaqtiga deyarli keldi. 2 hafta. 2 hafta oshiqroq. 15-16 kunda keldi aytgan vaqtiga. Materiallardan men o'zim borib ko'rdim. Men ko'rib ko'zim bilan gapsiz bo'lish mumkin emas. Aka, hamma yoq joyida. Men to'g'risi qo'pol aytganda aytib bo'lmadim. Yo'q, 100% men o'zim o'ylagandan ziyoda chiqibdi. O'sha internet sahifasidan olib bizga Instagram sahifasidan olib bizga tashlab berdilar. Qildim. Deyarli 1 ga 1. Xudo xolasa 1 ga 1 qilib berdik. Bo'lib chiqdi, gapsiz bo'lishi mumkin. Menga yoqdi. Kraskalari ham yaxshi, chiroyli chiqdi. 3 xil variantda qilib berganmiz. Kraskasini to'q, och variantda, o'rtacha variant qilib berdik. Xudo xolasa o'ziga yarashib chiroyli chiqdi darvozamiz. Aka, buyurtmasi qilsa, yaxshilik kunlarga xizmat qilsin aka. Bergan pulingizga rozi bo'laylik. Aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor do'stlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.